shu Octagon Liganing yangi qiroli endi menman degan gaplarni aytdi. Saturn o'ziga ham aytdim. Odilxondek bo'lishingga hali 5 yil kerak senga. Eshitdim shu gaplarni. Ko'rdim. Yo'q, misol uchun bor narsani aytdingiz-da, qilingan mehnatlarga kimlar chiqdi, kimlar ko'rindi, unisi ko'rindi, bunisi ko'rindi, chiqdida yo'q bo'lib ketib qoldi. Sen avval o'zingni nimangda populyarliging ushab, yur ancha payt degan narsa. U o'zini o'zi ushlay olmasa ham Octagon bir amallab qilib yuribdi uni. Agar nima deydi? Yarashib qolinib, o'sha men so'ragan gonorar berilib, men unaqa katta pul so'raganim yo'q. Men birinchi boylarga dedim 5000 plus 5000 dedim. Misol o'xshamay qoladigan bo'lsa 5000, no yutiladigan bo'lsa 10000. Juda ham kattaligi uchun bu hech narsa emas. To'g'ri, men ularga aytgan gapni mana ochiq o'zlariga ham aytyapman. Neujeli bu juda katta gonorar bo'lsa, lekin men uchun balki katta puldir. Liboy misol o'zbek bolasi uchun, o'zbek oilasi uchun katta puldir. Lekin 4 oyda bir, 5 oyda bir ora-orada urushganga yarasha normal. Lekin tasavvur qiling, men shu Alash Pride'da yo'da bu yo'da o'shyapman. O'sha gonorarni berishyapti. Yana xuddi o'sha gonorarni men har oy boshqa ligalarda ham misol 1000 plus 1000 ga yo boshqaga oddiroq bo'y bo'lib qolsa ham o'shalarni qabul qilgan taqdirda men undan ko'pini jamg'arib tashlayapman. To'g'risida. U qachongacha u quruq nom uchun, nomi ulug' Spras qo'yib yurilaveradi.